konsert dasturimiz davom etadi. Chiroyli qilib mana shu tinchliklarni saqlab, o'zlarining ichak uzdi hangomalarini tinglashlaringni iltimos qilamiz hamda sizlarning guldiroz qarsaklariniz ostida Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy aka Tojiboyevni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Hurmatli san'at muxlislari, chiroyli bir konsert bo'lyapti. Sizlar kayfiyatlaringizdan sezilib turibdi, qarsakalaringizdan sezilib turibdi. Juda ajoyib bir bayramona kayfiyat. Endi navbatda yana menga berishdi, ozgina kulishamiz. Men bitta narsa iltimos qilaman. Ko'pchilik to'g'ri, birovni bolasi yig'laydi, birov suv ichgisi keladi, birov kichkina uyga borgisi keladi. U endi ko'pchilikda bo'lib turadi, lekin agar gaplashib o'tirsanglar, gap paytida gap bo'lsa, xuddi sariyoqni sariyoqqa surtib yegandek bo'ladi. O'shuning uchun sizlar quloq solasizlar, men gapiraman va qog'oz o'qiyman. Endi qarang, qog'ozim importni qog'ozga yozilibdi, qancha? Tojiboy aka deyishibdi. Men Hojiboy aka. Mana bobomning nomlari Tojiboy bo'lgan. Shuning uchun mayli, bobom nomini yozishdi, bu ham bo'laveradi. Sahnani teparoq men Tojikistondan kelganman, hazillashmanglar o'rtoqlar. Orqada bu narsa paqitib ketdimi? Sahnani sal orqarog'iga borib gapiring deyishdi. Chiqib ayting. Orqaroq turaymi? Bunday chiroyli turadimi? Yo, bu yoqqa qarab gapiraymi? Ko'rishgan. Shu bitta yurakdagi niyatimni aytib qo'yay, esimdan chiqib qolyapti. Juda fayzli bir ajoyib konsert bob joy bo'libdi mana shu. Shu konsertlarni tashkil qilgan bir necha yildan beri, bundan keyin ham bo'laveradi endi. Shu ikkitasi ketdi. Mana shu shahar rahbarlariga ming rahmat. Shaxsan Hojiqul akamizga ming rahmat. Qiziqchilar ichida meni tanlab shu Hojiboyni olib kelinglar, bir kulishaylik deb taklif tushgan ekan, mana keldik. Qaysi yurtni, qaysi shaharni hokimi yoki o'sha rahbarlari san'atni sevsa, o'sha xalqning baxti, o'sha xalq albatta san'atga to'yadi, mana shunday to'yadi. Agar sportga qiziqsa, stadionlar quriladi. Kakras mana stadionlar ham bor, tennisni kortlar ham bor, sahnalar ham bor, teatr bor. Bunaqa teatr umuman O'zbekistonda yo'q. Fontanni qarang. Fontanning orqasidagi daraxtni qarang. Daraxtning orqasidagi nima bu? Chiroqni qarang. Chiroqning orqasidagi uzun ketgan haligi lampochkani qarang. Uni nariyoq tomondagi uylarni qarang. Undan nariyoqda nima bor bilmadim lekin. Xullas, bu ham bir fayz o'rtoqlar. Mana G'iyosjon Boytoyev kelibdi bizdan oldin. Yulduz Abdullayeva kelibdi. Mana bugun Ilhomjon Jo'rayev va men xizmat qilyapman. Ertaga yana boshqa san'atkorlar kelar ekan. Bu yerda bir narsasi yaxshi ekan, sekret saqlashar ekan, baribir odamlar bilib olishar ekan. Festivaldan kelyapmiz, Hojiboyga qo'qangami deydi. Yo'q, Andijon ketyapmiz. Qo'qonda bugun konsertingiz bor-ku deydi. Men qanaqa sekret bo'ldi, hamma bitta O'zbekiston bilar ekan dedim. Ajoyib, sekret degan gap albatta tarqaydi. Bizning xalqimiz juda ajoyib. Endi mana shu bizga homiylik qilib, mana shu konsertlarga homiylik qilayotgan homiylarimizga million marta rahmat. Ular hech qachon bankrot bo'lishmasin. Hozir ko'p biznesmenlar bankrot, bir-biridan qarz. Shuning uchun erkaklar kelib o'tira olmayapti, bir-birini tanib qoladi-da. Ana uni omartmandan qarz ekan, kelib o'tirishni qarayman, kulib o'tirishni qaraydi deydi. Yor so'raymiz qarzimiz. O'shuning uchun kela olmayapti. Ko'pchilik biznesmenlarimiz qarang, katta biznes qilaman Rossiyaga ketishgan. Ba'zi birlari o'tgan yili ketishgan, hali ham qaytib kelgan yo'q. Kelmaydi ham-da. O'ra bo'lib kutmaylar, kelmaydi. Nima uchun kelmaydi? Chunki ular aqlli biznesmenlar, biladi ular. Agar bu yoqqa Qo'qon keladigan bo'lsa, bu yerdagilar eshitib qolib, darrov uyiga borib qarzini so'raydi. Nomard qarzni qachon to'laysan deydi. Ana o'sha uchun kelmayapti. Kelmagani ma'qul, o'shada yuraversin. Sog' salomat bo'lsa bo'ldi. Hech qachon bankrot bo'lishmasin.
Endi men nima demoqchiman? Biznes har xil bo'ladi. Masalan, birov qarz so'rab kelsa, qarz beramizda ololmay yig'lab yuramiz. Siz bermang o'sha qarzni. Kim birovga qarz bergan qo'l ko'tarsin. Opalar, ayollar, siz ham qarz berasizlarmi? Voy молодцы. Endi ko'proq erkaklar qarz beradi. Agar mobodo kor qarz so'rab kelsa, qanday qilib endi yo'q deysiz, to'g'rimi? Masalan, o'zbekchilik, mahallachilik, qo'shnichilik, ko'nglimiz bo'sh. O'shuning uchun qancha kerak? 10 mingmi? Senga qancha kerak? 5 mingmi? Senga qancha kerak? Pulim qolmadi uka. Darvozani buzib ketdi. Obor sotib yuborasan, bu ham pul bo'ladi. Sen nimaga kelding? Pul kerakmi? Hech kim yetalab ketdi. Mana qo'ydi olib ket, bu ham ancha pul bo'ladi. Boringizni beraverganingizdan keyin hech qachon boy bo'lmaysiz. Shuning uchun ham boylarni biz qattiq deymiz. O'lardek qattiq mana shu boy deydi. Bu deydi bir tim bermaydi odamga. Shunaqa qattiq bu deydi. Qattiq bo'lmasa boy bo'ladimi? O'sha qattiqligi uchun boyda bo'lar. Aqlli odamlar boy bo'ladi. Kambag'allar nima uchun ko'p? Chunki ko'ngli bo'sh. Masanga hech narsa qolmadi, Hasanga. Qarang, sizlar Hojiboy aka qanday qilib bermaymiz? Tanishlarimiz keladi deb o'ylashlarim mumkin. Qarz beringlar, faqat bitta narsani yozib olinglar. Men sizlarga o'rgatib qo'yay. Qarz so'rab kelganlarga ertaga kelding, tamom. Masalan, qarz so'rab keldi, bo'pti uka, qancha kerak? 10 mingmi? Bugun men tayyorlab qo'yaman, faqat ertaga kelsang olib ketasan deysiz. Ertasi keladi, yaxshi kutib oling, choy qo'ying, uzumlardan, nonlardan qo'yib mehmon qiling-da, keling uka deng. Xizmat deng. Aka, kecha ham kelgandim, esingizda bo'lsa, 10 ming pul kerak edi. Esimga tushdi. Bo'ldi uka. 10 mingmi? Hech gap emas siz uchun. Bugun tayyorlab qo'yaman, ertaga keling. Ertasiga yana keladi. So'ljeyev. Yana kutib oling, choy qo'ying, ovqat qiling, osh qilib bering, aroq oching, hammasini chiroyli qiling-da, keling uka deng. Aka, qanaqa odamsiz? Izdivasa qilyapsizmi? Kecha o'tgan kuni keldim, mana bugun ham keldim. 10 ming pul kerak desa, ay kalla qursin. Sizga pul kerak edi-ya? 10 mingmi? Bo'ldi uka. Bugun tayyorlab qo'yaman, ertaga kelsang olib ketasan deysiz. Yana keladi, ertaga keling, yana keladi, ertaga keling. Oxiri nima dedi? Aka, o kecha kelsam ertaga keldingiz, mana keldim-ku. Desa siz aytasiz ekan. Uka, sen bugun kelding-ku sen. Sen ertaga kelsang olib ketasan, sen bugun kelding deng. Sen bugun kelmaganingda ertaga kelganda olib ketarding. Ertaga kelsa yana ertaga. Chunki erta degan gap yo'q. Mana masalan har kunimiz bugundan iborat. Bugun konsertimiz, mana shu konsert 12 gacha bo'lsin, bugun bo'ladi. 12 dan 1 minut o'tgandan keyin yana bugun bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biznesmenlar bir-birlariga qarz bermoqchi bo'lmasanglar, mana shu gapni ishlatinglar. Boy bo'lmasanglar, men kafil 150% atuvchayo. Atuvchayo. Endi yana bir narsa